Ogoh uzda kun yangiliklari. Bugun nimalar bo'ldi? Eng muhim yangiliklar bir joyda. Farg'onadagi bog'chalarda bolalar ommaviy zaharlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona shahridagi ayrim davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilar ommaviy zaharlangani haqida xabarlar tarqaldi. Ma'lum qilinishicha, 21 fevral kuni soat 19:00 dan boshlab Farg'ona viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga shahar hududida joylashgan 2, 58 va 61 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari murojaat qilgan. Bolalarda tana haroratining ko'tarilishi, qorin og'rig'i, holsizlik, ko'ngil aynishi va ichki etish kabi belgilar kuzatilgan. Shifoxonada bemorlar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ularga o'tkir diareya kasalligi, alimentar etiologiya tashxisi qo'yilgan va diareya bo'limiga yotqizilgan. Hozirda bo'limda 62 nafar bemor statsionar davolanmoqda. Ularning holati qoniqarli. Endi majburiy ijro byurosi xodimlarida ham body kamera bo'ladi. 2026-yil martidan majburiy ijro byurosi xodimlari xizmat faoliyati davomida body kameradan foydalanishni boshlaydi. Qayd etilishicha, 2026-yil mart oyida byuroning 204 ta tuman va shahar bo'limlari body kameralar bilan ta'minlanadi. Majburiy ijro byurosi vakilining so'zlariga ko'ra, body kameralar asosan tomonlar qarshiligiga uchrash ehtimoli yuqori bo'lgan holatlarda uydan chiqarish yoki uyga kiritish, shuningdek snos kabi ijro ishlarida qo'llaniladi. Qurilmalar doimiy ravishda olib yurilmaydi, faqat zarurat tug'ilgan vaziyatlarda taqiladi. Ijro ishlari ko'p bo'lgan ayrim tumanlarga 2 tadan body kamera ajratish rejalashtirilgan. Majburiy ijro byurosi matbuot kotibining ta'kidlashicha, body kameralardan foydalanish xodimlar va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarda shaffoflikni ta'minlab, noxush holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. O'tgan yil davomida majburiy ijro byurosi xodimlariga nisbatan 20 dan ortiq qarshilik holatlari qayd etilgan bo'lib, body kameraga yozib olingan har qanday xatti-harakat sud jarayonlarida dalil sifatida ishlatilishi mumkin. Qozog'istonda qor ko'chkisi oqibatida sayyoh halok bo'ldi. Titov dovonida 3400 metr balandlikda 4 kishidan iborat guruhdan 2 nafar sayyoh qor ko'chkisi ostida qolgan. Ulardan biri mustaqil ravishda chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan. Hodisa joyiga qutqaruvchilar yuborilgan. Vaziyat yuqoridan dron yordamida kuzatilgan. Qutqaruv ishlari natijasida qor ostidan halok bo'lgan sayyohning jasadi topib chiqarilgan. O'zbekistonlik erkak Rossiyada 7-qavatdan yiqilgan bolani qutqarib qoldi. Ma'lumotlarga ko'ra, bola 7-qavatdagi ochiq deraza yonida planshet o'ynab turgan paytida sirpanib ketib, avvalo karnizga osilib qolgan. Biroq bola qo'lini qo'yib yuborgan va aynan shu damda erkak uni qo'li bilan ushlab qolgan. Shundan so'ng u bolani podyezdga olib kirib, o'ziga keltirishga harakat qilgan. Tez yordam chaqirilgan. Aytilishicha, bolada autizm bor va u maxsus inklyuziv markazga qatnaydi. Onasi esa hodisa paytida oshxonada bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bola reanimatsiyada ahvoli barqaror. Uning oyog'i singan va ichki a'zolari jarohat olgan. O'zbekistonlik qutqaruvchining o'zi ham tan jarohati olgan. Qo'l panjalari va qovurg'alari singan. Qutqaruvchi 36 yoshda bo'lib, Sankt-Peterburgda uylarga xizmat ko'rsatuvchi pudrat tashkilotida ishlaydi. Tramp qarorgohiga ruxsatsiz kirishga uringan shaxs otib o'ldirildi. AQSh maxfiy xizmati Florida shtatidagi Mar-a-Lago qarorgohiga ruxsatsiz kirishga uringan shaxsni otib o'ldirdi. Keyinchalik qarorgohga kirishga uringani uchun otib o'ldirilgan shaxs Austin Martin ekani aniqlangan. U Shimoliy Karolinalik 21 yoshli yigit bo'lib, golf klubida ishlagan va manzara rasmlari chizish bilan shug'ullangan. Yaqinlarining aytishicha, Martin tinch tabiatli bo'lgan, quroldan qo'rqqan va daromadining bir qismini xayriyaga ajratib kelgan. Uning oilasi hodisadan avval bir necha kun davomida yigitni qidirgan. Yigitning onasi Melissa Martin Facebook sahifasida o'g'lining bedarak yo'qolgani haqida post ham qoldirgan.